Assalomu alaykum. Dunyo taomlari kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga juda ham mazali, juda ham antiqa tovuq oyoqlaridan taom tayyorlab ko'rsataman. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlar ekranda ko'rsatilgan. Men tovuq oyoqchasi bilan kartoshkani qaynatib oldim. Kartoshkani pyure holatiga keltirguncha ezamiz. Ichiga hech narsa qo'shmang. Suv, sut, hech narsa qo'shilmaydi. Tayyor bo'lgan pyuremizni chekkaga olib qo'yib, tovuq oyoqchalarini maydalab to'g'raymiz. Siz xohlasangiz vilka ishlatishingiz mumkin yoki pichoq. Qaysi usul sizga udobni bo'lsa, shu usulni qo'llang. Ko'rib turganlaringizni ajratib oldim hamda suyaklarini tashlavermaysiz, bir chekkaga olib qo'yasiz. Tovuq oyoqchalarini go'shtlarini maydalab to'g'raysiz. Xohlasangiz pichoq yordamida to'g'rashingiz mumkin. Maydalangan go'shtlarni kartoshkani ustiga solib olamiz. Suxari soldim, ya'ni qotirilgan nonni maydalangani, un, pripravalar hamda tuz soldim albatta. Xohishingizga ko'ra har qanday ziravorlardan ishlatishingiz mumkin. 2 dona tuxum. Odam soniga ko'ra masalada ozaytirib, ko'paytirishingiz o'zingiz xohishingizga ega. Sirda har qanday turidan ishlatishingiz mumkin. Endi hamma masalliqlarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Masalliqlaringizni yaxshilab aralashtirib olishingizni so'rayman, chunki ichidagi qolgan suxari bilan un yaxshilab aralashishi kerak. Ajralib un shaklida bo'lib qolar bo'lmasam. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatga kelish kerak. Qiymamiz. Qiymani yaxshilab urib ochib olasiz. Hamda suyakchamizni joylashtirib, xuddi tovuq oyoqchasidek qilib olamiz. Shakl berish o'zingiz ixtiyoringizga bog'liq. Xohlasangiz dumaloq, xohlasangiz uzunchoq shakliga berishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek shu holatda keladi. Bu ochilib ham, sochilib ham ketmaydi. Juda ham ajoyib bo'ladi. Qizigan yog'ga past olovda tovuq oyoqchalarimizni pishirib olamiz. Ko'rib turganlaringizda tovuq oyoqchalarimiz bo'linib ketgani yo'q. O'z massasini ushlab turadi. Past olovda qizartirguncha pishirib olasiz. Buni ichlari pishadi, chunki ichidagi mahsulotlar, masalliqlar pishganligi uchun bu tez pishadi. Ko'rib turganlaringizdek qizil, chiroyli bo'lib pishyapti. Masallig'imiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli, darsxon ko'rki bo'ladi. Ichini ham ko'rsataman sizlarga. Ichlari pishmay qolmaydi, hammasi pishadi. Juda ham shirin, juda ham har bitta masalliqda o'zgacha dami bor. Dunyo taomlari kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyaga o'z fikr va mulohazalaringizni qoldiring. Like bosishni unutmang. Kelgusi videolarimizda uchrashguncha xayr.